Assalomu alaykum. Safarga chiqadigan bo'lsam, bu narsani tayyorlamasdan yo'lga chiqmayman. Sababi haftalab tursa ham aynimaydi. Ovqatga ketadigan ko'p pulim tejaladi. Ovqat topish muammo bo'lgan joylarda juda ham asqotadi. Bu retseptni albatta saqlab qo'yinglar. Safarga chiqqaningizda va quvvatingiz tushib ketganda juda ham asqotadi. Birinchi bo'lib qo'y dumbasini bir xil shaklda to'g'rab, yog'ini eritib olamiz. Lifehack: dumba eriyotgan paytida nonma suv sovarsanglar, yog'i yana ham tezroq chiqib, jizzalab chiroyli va yeyishli bo'lib chiqadi. So'ng qizib turgan yog'ga to'g'rab olingan qo'y go'shtini solib, nomiga qo'rib, tuz solib, 1 soat past olovda dimlab qo'yamiz. Ushbu taomga o'zgacha mazza berib, yana ham mazali qilish uchun bir dona piyoz va bir bog' sarimsoq piyozni yupqa qilib to'g'rab olib, 1 soat dimlangan go'shtni ustiga solib, ziravorlardan zira sepib, piyozlari erib ketgungacha yana 40 daqiqa past olovda dimlab qo'yamiz. Tagiga olmaslik uchun orada qozonni ochib, aralashtirib turamiz. Ko'rib turganingizdek, yog'lari yaltirab, suvi qolmagandan so'ng jizzani bir qismini solib, bankaga suzib olamiz. Suvi qolmaganini yog'i tiniqlashgandan bilsangiz bo'ladi. Suvi qolib ketib qolsa, tezroq aynishiga sabab bo'lishi mumkin. Gap isboti bilan degandek, shu tayyorlab olganimni safarga olgan edim. 5 kishiga 2 ta banka bir haftaga bemalol yetib berdi. Choy topa olmadim, endi shunisiga rozi bo'lasizlar. Yog' qotgandan so'ng yana ham yaxshi bo'ladi. Nonga sariyog'dek suriladi. Dumba yog' bo'lgani uchun og'zingizda erib ketadi. Bir-birda nonga surib yeb olsanglar, kun davomida to'q tutadi. Safarga chiqqanda shunaqa yulduzchalik plyajda o'zingiz yoqtirgan ishonchli ovqat yeyishga nima yetsin? Ham ovqat qidirishga ketadigan vaqtingiz va pulingiz ham tejaladi. Bu safar ham o'zim ishongan Rozmetov brendini go'shtli mahsulotlardan olgan edim. Bir hafta davomida aynib qolmasdan juda ham asqotdi. Videoni safarga tez-tez chiqadigan, quvvati tushgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.